Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Yunusobod tumani Bobodexon mahallasidan hovli qaratayotgan mijozlarimiz uchun narxiga arziydigan xonadonlarimizni sotuvga chiqardi. Ikkita yonma-yon qurib bitkazilgan. Ana sizlarga savol, shu ko'rib turgan hovlilar net sotuv? Aytsam ishonmaysizlar, 2 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan. Hech kim ko'chadan ko'rgan odam 2 sotuv deb o'ylamaydi. Hashamatli katta bo'lib tushgan, oldida shunaqa zelonniy zonalari, ko'chada mashina qo'yish uchun navesli joylar va keng mahallada joylashgan xonadonimiz. Ikkita aka-ukaga yoki ikkita oshnalar, o'rtoqlar yonma-yon hovli sotib olaman deb yurgan bo'lsanglar, sizlarga taklif beramiz. Ikkita xonadon 4 qavatli binomiz 500 kvadrat jilo maydonga ega. Narxi ham juda ham zo'r narxga chiqyapti. Hovliga kirishimiz bilan ikkita mashina qo'yish uchun joy va to'rida yozgi oshxona joylashgan. Men o'zim sotib olganimda hovliga mashinani olib kirib ham o'tirmasdim, sababi ko'chada yetarlicha joy qoldirilgan mashina uchun. Yozgi oshxonamizni ham qaranglar, did bilan akkuratni qilib qo'yilgan. Hovliga stol, tapchanlar qo'yib, maza qilib oilaviy o'tirsanglar bo'ladi. Uyimizning kirish qismini ko'rsatib o'taman. Katta eshiklar qoldirilgan. Kirishimiz bilan shunaqa keng hol tutib oladi. Televizor qo'yib, bu yerlarga mana kichkina divanli zonalar qilib qo'ysanglar, maza qilib o'tirishingiz uchun hamma sharoitlar bor. Did bilan hozirgi zamonga moslab chiroyli qilib remont qilingan. Oshxonamiz, lustralar, hamma kerakli qulayliklar qilingan. Ikkita aka-uka olsa ham maza qilib yashaydigan joy bo'lgan. Bu yoq qismimiz eshikdan kirganda juda ham qulay. Zal, mehmoniylar shu yerda maza qilib kutaverasizlar. Uyga lustralarga atdельный baho berasizlar. Lustralar chiroyli bo'lgan. Har bir xonamizda klimat kontrollari bor. Uyimizga hamma kerakli narsalar qo'yilgan. Umumiy hojatxona mehmonlar foydalanishi uchun, sababi birinchi qavatga tegishli spalnimizni o'zini shaxsiy sanuzel bor. Ichida ota-onalar bo'ladigan bo'lsa, yosh kattalarga birinchi qavatdan xonadonmas to'g'rirog'i xona maza qilib foydalanishadi. Sizlarga uyimizning ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Lesnitsadan uyimizning ikkinchi qavatiga ko'tarilganimizda bizani shunaqa meshkomnatniy koridor kutib oladi. Ikkinchi qavatda o'zida xonalar yetarlicha, planirovka juda ham zo'r bo'lgan. Bu yerga televizorlar ilib qo'yib, divanni zona qolsanglar maza qilib o'tiradigan joy bo'ladi. Bolalar uchun mo'ljallangan spalni. Keyingi xonamizda kattagina zal. O'g'lingiz bo'lsa, o'g'lingizni uylantiraman desangiz, kelin uchun отдельный zal tayyor. Akkuratni bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Narxiga juda ham arziydigan xonadon bo'libdi hozirgi bozor uchun. Umumiy sanuzel va ota-onalar uchun mo'ljallangan master spalnimiz ichida sanuzel va garderob uchun отдельный joylari bilan. Bu yoq tomon mana to'riga televizor qo'ysanglar, bu yoq tomon kravat bo'lsa, orqasi to'liq garderob uchun mo'ljallangan va ichida o'zini sanuzeli bilan. Shu kabinalarni qaranglar, akkuratni did bilan bo'lgan. Sizlarga uyimizning mansarda qismini ko'rsatib o'taman. Mansardamizni qaranglar, chiroyli bo'lib bitgan. Hamma joydan uyimizda unumli foydalanilgan katta hol qolgan. Xohlasanglar bu yerga garderoblar yasab, sezonniy kiyimlarni almashtirsanglar bo'ladi. Keng xona, ichida sanuzel va yana bitta kladovочный xonamiz bor. Sizlarga podval qismimizni ko'rsatib o'taman. Lesnitsadan tushishimiz bilan bizani shunaqa katta, chiroyli qilib remont qilib qo'yilgan ochiq hol kutib oladi. Divanni zona qilsanglar bir chetiga bolalar o'ynashi uchun детская игровая площадка qilib qo'ysanglar, maza qilib bolalar xotirjam o'ynaydigan joy, balandlik emas. Bitta xonamizda kladovka, bitta xonamizda kotelni. Narxlar yaxshi narxda sotilyapti. Obloshkamizning ustiga katta qilib narxlarni chiqizib qo'yaman. Telefon raqamlarini qoldiraman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.